Ko'pchilik yaxshimisizlar, men Nazira. Uzun bo'pti manpar so'ma atmigli. Sirtda manpar so'ma yeb qalsaqku, faqat ta'mi yo'q. Bir qo'sh qilib og'zingiz salsangiz hammasi xamir. Go'shning ozliqini demayli qo'yayli. Saylarmo sanavog'ideklam. Aldi matga usul bo'yicha bir manpar so'ma aytib yeb yoqqa. Ha, manpar so'ma nasl bunda bo'lganda deb qalsiz. Menga o'xshash manpar so'mani haftada bir yemiz ko'ngilmaydiganlar bir raqamini, o'shlar ikki raqamini besib yoqqanlar qanchalik do'stlarimiz manpar so'maga amroqga birlikda ko'rib baqayli. Sayko'k tatlarni videoda ko'rsatgan bo'yicha moslashtirib olsanglar bo'ldi. Eng muhimi, basayni videoda ko'rsatgandek shilib to'g'risanglar hem ko'rkam hem yeyishlik chiqida. Ondan keyin qizillar, ko'klarni videoda ko'rsatgan bo'yicha 4 chas qilib to'g'rab tayyorlab olamiz. Sal qorishdan burun cho'p tashlab pishirib olamiz. Cho'pni pek ushshoq tashlamasanglar bo'ldi. Mantar so'man bo'g'ashqa sal cho'ngroq qilib tashlab olamiz. Ko'rib mishay kapsizlar do'stlar, qo'shmaganlar qo'shib olinglar. Sizlar uchun yaxshi mazmunlarni tayyorlash uchun kunda tirishiman. Qo'llash ustidan inkas rayonig'ichi qaqsiz gullaringlarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llag'inglarga rahmat. May qizgandan keyin go'shtni silib qo'raymiz. Nurg'un do'stlarimiz so'rdimish, qol go'sht qo'rsam baqqattiq chiqib oldi deb. Go'shtni pek uzun pishirib etmaymiz. Bir ishga qo'rib sarg'aygandan keyin Sinjang samsaq so'ng piyozlarni silib, purq chiqqandan keyin uyimiz chanvagan lazimiz silvitimiz. Ondan keyin pandirni silib, pandir ezilgich qo'raymiz. Ondan keyin cho'ngstamning manpar so'man tetibqisidan bir bo'loq silvitimiz. Cho'ngstamning cho'nliqi bormush oilda manpar so'man asam ta'mini, rangini yaxshi chiqaramayotma degan xonim qizlarimiz bir ishlatib sinab yaqinlar, ta'mi kep ketmaydi. Ondan keyin videoda ko'rsatgandek basay, changsay, ondan keyin morlarni silib olamiz. Hozir 60 xil darsimizni faoliyat qilyapmiz. Cho'ng taqsiliq qo'rma, har xil taom, pishiruq, ichimlik, murabba, bozorlik sovuqsay darsikimizni 10 qo'y bilan o'rganaysiz. Dars tizimlatmoqchi bo'lsangiz, Undidar Nazi 7733 ekran studiya nomeri shu. Onundaki uyda azraq ko'k bir chaq baykantoq, onimi silvettim. Ang axırda qizillaz ko'klazni silib, ikkilashtirib lam tuz ta'min etib, cho'pni suvoq suvda bir chaq qo'yib, sayning ustiga qo'yib, cho'pga rang berish uchun jangyudan 2 qo'sh qatrapot qo'yibmiz. Achchiq suvdan yarim qo'shib qo'yib, ikkilashtirib lam taqsiga olsaq bo'ldi. Uyda atganiga nima yesin deysizlar, ajoyib o'xshab ketibdi-kin. Uydagilar yeni bam deb turib yeb ketdi. O'rganib oldingizmi? Qiynamisiz mitib sinab yaqin. Kelarki sanda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.